qiz tug'ilmadi deb yomon ko'rilgan kelini Madina 19 yoshida turmushga chiqdi. Kuyovi yaxshi edi, lekin qaynonasi boshqacha edi. Oradan 1 yil o'tdi. Madina homilador bo'ldi. Butun xonadon shifokor javobini kutardi. Shifokor tinchgina dedi, qiz bola bo'lyapti. Shu kundan boshlab Madinaning hayoti o'zgardi. Qaynonasi sovuq bo'lib qoldi. Bizga o'g'il kerak edi. Kuyov esa jim. Uyda bosimlar, gaplar, mensimasliklar boshlandi. Kunlarning birida qaynonasi shunday dedi: "O'g'il tug'maguncha seni kelin demayman." Madina ichida yig'lardi, lekin hech kimga bildirmasdi va nihoyat tug'ruq kuni keldi. Shifokor xonadan chiqib tabassum bilan dedi: "Tabriklaymiz. Sog'lom qizchangiz bor." Qaynonasi yuzini burdi. Ammo bir necha kun o'tgach qizcha og'irlashdi. Doktor sababini aytdi. Bolaning yashashi uchun zudlik bilan qon topish kerak. Noyob guruh barchasi tekshirildi. Hech kim mos kelmadi. Oxirgi bo'lib qaynonani tekshirishdi. Natija chiqqach, hamma jim qoldi. Shifokor sekin aytdi: "Faqat sizning qoningiz mos keldi." Qaynonaning qo'llari qaltiradi. U o'sha payt ilk marta shunday dedi: "Meni kechir." Kelin u o'z jonidan kechib qon berdi. Qizcha tirik qoldi. O'sha kundan boshlab qaynonasi Madinani qizim deb chaqira boshladi. Xulosa, Alloh bergan farzand baraka.